Men Minecraft'da video qilmoqchi bo'lib ChatGPTdan so'radim. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ChatGPT menga ushbu 666 kodini ko'rsatdi va men rozi bo'ldim. Ushbu kodni setda men terib ko'rish uchun Minecraftga nusxalab olishim kerak. Va men nusxalab oldim. Endi men Minecraftga o'tib buni qo'yishim kerak. Men Minecraftga kirdim va hech qanday olam nomini yozmasdan bu yerga 666 chizimni terdim. Men 666 chizimni termoqchi bo'ldim. Sal ishlamay qoldi. Keyin bir amallab setda terdim. Mana set. Keyin men uni hardga o'tkazdim va o'zimni so'ruv olasini ko'rdim. Ushbu kodni. Last game men create tugmasini bosdim. Sizlar bilan esa olam ochilgandan keyin ko'rishamiz. Olam ochilishi anchaga cho'zilib ketdi. Shundan keyin men sal joylarini kesishim mumkin. Telefonda o'ynash ancha qiyin. Do'stlar, shu vaqtdan foydalanib obuna bo'lib qo'yinglar, pastda obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Tezroq obuna bo'lsanglar, bizga ham ko'p obunachi bo'ladi. Sizlar ham yangi video xo'sh, men g'ayritabiiy joyda naqd kechasini o'rtasida paydo va men chiqishim bilan o'z-o'zidan qorong'i tashlab ketilgan shaharda xuddi bu shaharni kimdir buzib tashlagan o'xshaydi. Creeper o'lotda ko'rib qoldi. Xo'sh, bu yerning atrofda kimlar bor? Odam qo'rqitib yubordi, zombilar. Ama bu yerda g'alati odam bor ichida. Men uni ko'rdim va qo'rquvdan va men tushundimki bu olam oddiy emas. Qo'rqinchli set baribir qo'rqinchli. Odamni ko'rgandayman. Va men endi umuman boshqa joyda paydo bo'ldim. Yana shu odam. Xo'sh. Men bu yerga joyda o'z-o'zidan yo'q qoldi. Va meni keldi va meni o'ldirdi. Uning nomi Knooker edi. Men shundan tushundimki, bu olamni do'stlar, qishloqni keyingi yana topish kerak qilaman. Yana respawn bo'laman deb o'ylayman. Qani respawn bo'laychi? Xo'sh, qayta tirildim, zombini qo'liga tushdim. Shuning uchun ketdim. Xo'sh, bu yerga qishloq. Xo'sh, bu yerga odam. Men yashirinishga urindim. Va ko'plab uylar buzilgan edi va bittagina qal'a qolgan edi. Va men unga kirdim. Va u yerim deyarli buzilgan. Xo'sh, bu yerda qandaydir trapet bor ichi. Va bu yerda he is watching you run. Va go degan yozuvlar bor. Shuning uchun men qo'rqib ketdim. Meni zaharlashdi. Keyin men mana pastki joydan qochish mumkin deb o'ylab tushdim.
ko'rishga harakat qildim bir necha marta albatta. Voy ko'rishganimda o'z-o'zimdan o'yladim. Do'stlar, sizlarga ham shunaqa bitta tavsiya qilaman. Nima ko'ringlar va albatta obuna tugmalarini bosib, like tugmalarini bosib qo'ying. Tez orada shunday videolar ko'rib chiqadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.